Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana O'zardrop va bugun sizlar bilan yana bir yangi loyihani ko'rib chiqamiz. Bu Exhibit loyihasi va u 20 million dollar investitsiya olgan va kechagina bu o'zini airdropini boshladi. Undan oldin bizani Telegram, Instagram va YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'ysangiz sizlardan chiqmasin va mana shu videoga like, agar tushunmaydigan joylar bo'lib qolsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Va bu aytganimdek kechagina o'zini airdropini boshladi va ETH tokenini tarqatmoqchi va hozir buni ketma-ketlikni ko'rsatib o'taman, qanaqa qatnashish kerakligini. Mana shu post hali Telegram kanalimizga tashlanadi va bu yerda ketma-ketlikni yozib qo'yganman. Birinchi bo'lib biz saytga kirib ro'yxatdan o'tib olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz birinchida turibdi. Mana saytga kirib ro'yxatdan o'tib olamiz email orqali va kiramiz. Go'ni bosamiz va bu yerdan register bosib olamiz, chunki hali biz registratsiya bo'lmaganmiz. Va username boshiga, ya'ni ismingizni yoki user tanlab qo'ysak bo'ladi. Ikkinchisi email kirgizamiz. Kirgizganimizdan keyin get verification bosamizda kod keladi emailga va bu yerga kodni terib yuboramiz. Bu yerda password, ya'ni o'zimizda kod yaratamiz va yarim marta qaytarib yuboramiz kodni, ikkitasini belgilaymiz va registrni bosib yuboramiz. Undan keyin ichiga kiradi. Hozir ham ko'rsataman. Xuddi mana shunaqa bo'lib sizlarga ham kiradi va ETH token uchun biz tasdiqlarni qilish orqali bu yerda egalik qilishimiz mumkin. O'zi yozib qo'yibdi. 18-mart kuni boshlangan airdrop va endi keyingi qiladigan ishimiz bu yerda biz vazifalarni qilamiz. Va chiqib olamizda ikkinchi qadam bu yerdan tasdiqlarni qilish uchun Zeli degan saytga kirib Exhibitga qanaqa email kirgizgan bo'lsak, Zeliga ham xuddi shu emailni kirgizish orqali ro'yxatdan o'tib olamiz va u yerdagi bir nechta vazifalarni bajaramiz. Va u yerda XP beradi, ya'ni point beradi. Pointlarni keyinchalik biz ETH tokeniga alishtirib olsak bo'ladi. Bu yerdan kirib olamiz Zeliga. Va tepada connect to Zeli turibdi. Bosib olamiz va email kirgizamiz va kod keladi. Kodni kirgizganimizdan keyin o'z pulni ichiga kiradi. Mana kirganimizdan keyin shunaqa task bo'lma ochiladi, vazifalar. Bu yerda men 3 tasini qilib bo'lganman, общий o'zi 5 ta. Bu yerdan 3 tasi Telegram kanaliga ulanish va Twitterga ulanish, mana shunaqa vazifalardan iborat bo'ladi. Bu yerda ikkitasi boshqacha, ya'ni bu yerda referral bo'limi. Shunaqa qilib vazifalarni bajarib qo'yamiz va endi bu tasklar qo'shildimi yo'qmi tekshirsak bo'ladi, tekshiramiz. Bundan chiqamiz va birinchi Exhibitga kirib olamiz. Mana kirganimizdan keyin burchida mission bo'limiga o'ta olamiz, ya'ni missiya bo'limiga. Va bu yerda bizani pointlarimizni ko'rsatadi. Menda hozircha 350 ta ekan. Shunaqa qilib ko'rib olamiz va tasklarni iloji boricha hammasini bajarib qo'yishga harakat qilamiz va kelajakda ETH token uchun claimni yaratamiz, ya'ni egalik qilamiz.